Yangi tug'ilgan onajonlarimizni tashvishga soladigan savollardan yana bittasi bu chaqaloqning teri qoplamlarining sarg'ayishi hisoblanadi. Chaqaloqlarimizning teri rangi qachon sarg'ayadi? Yangi tug'ilgan chaqaloqlarimizda terisi va ko'zining oq qismining sarg'ayishi bu organizmdagi bilirubin miqdorining oshishi bilan bog'liq bo'ladi. Bu nima bilan bog'liq? Bu jigar faoliyatining to'liq hali ishlamaganligi va organizmning bilirubinni to'liq parchalay olmasligi bilan bog'liq bo'ladi. Qachon sariqlik odatiy hisoblanadi? Qachonki chaqaloq tug'ilgandan keyin 2-3 sutkalarida sarg'ayish boshlansa va 2 hafta davomida o'tib ketsa, bu normal sariqlik hisoblanadi. Chaqaloq tug'ilgandan keyin 24 soat ichida sariqlik paydo bo'lsa yoki bo'lmasam muddatda tug'ilgan chaqaloqlarda 15 kundan keyin sariqlik paydo bo'lsa yoki bo'lmasa saqlanib qolsa, muddatdan oldin tug'ilgan chaqaloqlarimizga 21 kundan keyin ham sariqlik paydo bo'lib va undan keyin davom qilib turgan bo'lsa, shifokorga murojaat qilish zarur bo'ladi. Ba'zi bir hollarda faqat kuzatuvda qo'yib, yaxshi emizish orqali ham sariqlikni davolash mumkin. Agar bu vaqtda ham o'tmasa, bilirubin miqdoriga qarab chaqaloqni fototerapiya amaliyoti orqali ham davolash mumkin bo'ladi. Sariqlik kuzatilganda uy sharoitida nima qilish kerak? Uy sharoitida chaqaloqni oziqlantirilishiga va yorug' joyda bo'lishiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi.